Assalomu alaykum hammaga. Onlayn darsimizni boshlab oldik. Birinchi dars. Demak, ekranga qaraydigan bo'lsak, ekranda kasrlar mavzusi 91-misol. Kasrlar mavzusi 91-misol. Xo'p. Demak, 91-misolda barobar 2 ni maxrajida 1 bor degan har doim. 4 taqsim 7, 2 butun son. Demak, 7 ni bunga beramiz. 1 ni bunga beramiz. 7 kere 2 14 taqsim 7 ko'paytirib ayiramiz. 4 taqsim 7 ayirsak 10 taqsim 7 bo'lib qoladi. Aralash kasr qilsak 1 3 taqsim 7 7 dan 3 bo'ldi. Keyingisi ham xuddi shunday. Barobar 4 maxrajida 1 bor degani ayiramiz. Buni noto'g'ri kasr qilib olamiz. 2 kere 6 12, 1 ni qo'shsak 13. Demak, maxraj beramiz. Bunga 6 ta, bunga 1. Barobar 6 kere 4 24 taqsim 6 ayiramiz. 13 taqsim 6 natijada 11 taqsim 6 bu degani 1 butun 6 dan 5. Shunday. Va keyingi misol ishlab ko'rasizlar. 96-misolda. 96-misolga qaraydigan bo'lsak, hop, kasr chizig'i bo'lish degan. Tepa suratdagi 4 ni bo'lamiz ekan 2 taqsim 7 ga. Endi bo'lishni ko'paytirish qilamiz. Hop, 4 ni tagida 1 bor degani bo'lishni ko'paytirish qilish uchun 7 bilan 2 ni joyini almashtiramiz. Endi 2 bilan 4 qisqaradi. Bunga 2 tadan 1. 2 kere 7 14, 1 kere 1 1. 14 ni 1 ga bo'lsak javob 14. Keyingisi ham xuddi shunday. 3 taqsim 1 bo'lamiz 6 taqsim 5. Buni ko'paytirish qilamiz. 3 taqsim 1 ni ko'paytiramiz 5 taqsim 6 ga. Qisqaradi 6 dan 3, 2 ta, 1 ta. 5 taqsim 2 bo'ladi yechim. Va 100-misollar biroz osonroq. Qaraydigan bo'lsak 100-misolga barobar suratdagi 4 taqsim 7 ni bo'lamiz ekan 6 taqsim 5 ga. Endi bo'lishni ko'paytirish qilsak, ikkinchi kasrning joyi almashadi. 5 taqsim 6. 4 bilan 6 2 ga qisqaradi. 2 ta, bunga 3 ta. 2 kere 5 10. 7 kere 3 21. Yechim shunday turaveradi. Keyingi misol 101, 102-misol. Qaraydigan bo'lsak, birinchi maxrajni pastni ishlab olamiz. Pastdagi mana qismni ishlab olamiz. Qismni ishlab olamiz. Hop, bu yoqdan yozaman. Demak, birinchi 3 dan ayiramiz 1 taqsim 2 ni. Demak, 3 ni tagida 1 bor degani ayiramiz 1 taqsim 2 ni. 2 ta beramiz, bunga 1 ta beramiz. Natijada 6 dan ayiramiz 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu 5 taqsim 2 ga teng. Endi bizda hosil bo'ldi. Maxrajimiz 3 qo'shamiz 5 taqsim 5 taqsim 2 bo'ldi. Mana bu qism. Bu maxrajimiz shunga teng bo'ldi. Endi biz buni ishlab olamiz, ya'ni joyini almashtiramiz. Barobar. Demak, 3 ga qo'shamiz 5 tagida 1 bor degani o'rtadagi maxraj bo'lish 5 taqsim 2. Demak, bu ko'paytirish qilamiz. 3 qo'shamiz 5 taqsim 1 ko'paytiramiz 2 taqsim 5.
5 bilan 5 qisqarib ketadi. Bizda 2 qoladi bu yerda. 3 ga 2 ni qo'ysak barobar 5. Demak, mahrajimiz общий hisoblaganimizda 5 chiqdi. Endi bizda natija hammasi bo'lib 2 qo'shamiz 4 taqsim 5 degan ko'rinishga keldi. Demak, 2 ni tagida yana bir bor degani qo'shamiz 4 taqsim 5. 5 ni bunga beramiz. 1 ni bunga beramiz. Natijada 10 taqsim 5 qo'shamiz 4 taqsim 5. Javobimiz 14 taqsim 5. Degani 4 taqsim 5. Demak, tenglamamiz misolimiz общий 4 taqsim 5 ga teng ekan. Mana shunday bitta ko'rinishda ishlab olamiz. Videoni to'xtatib, qaytarib ko'raverasizlar. Keyin 107-misol. Birinchi hammamiz bilamiz. Qaosning ichi ishlanadi, keyin ko'paytirish ishlanadi. Xo'p, birinchi yo'l. Noto'g'ri kasr qilib olamiz. 23 bo'ladi. 1 ga ko'paytirsak qo'shamiz 29 bo'ladi. 24 ga 5 qo'shsak 29. Endi 20 bilan 12 ga mahraj berish uchun ikkalasini 4 ga bo'lsak 5 ta, bunga 3 ta. 3 ta bunga beramiz 5 ta. Xo'p, natijada 69 taqsim 60 qo'shamiz 5 kere 29 145 taqsim 60. Hisoblasak 211 taqsim 60. Endi ikkinchi yo'l. Qaosning ichidan 214 taqsim 60 chiqdi. Ko'paytiramiz 120. 120 tagida 1 bor degan. Ikkalasi qisqaradi. 60 ga bo'lsa bunga 2 ta. Demak, 2 kere 214 124 bo'lamiz 1 kere 1 1. 424 ga teng. Bo'ldi, shoshmasdan birinchi usul, ikkinchi usulga ishlab ketaveramiz. Bunda ham 108-misol. Bu birinchi usul, ikkinchi usul, uchinchi usul, to'rtinchi usul, bu to'rtinchi usul, bu beshinchi usul bo'ladi. Chiqqan javobni yozib qo'yamiz. Bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Birinchi mavzu menimcha yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Birinchi dars, birinchi onlayn dars. Videoni to'xtatib ko'raverasizlar. Xayr deng.